Azizlar, assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Tomoq og'riqlari, tanzilit va faringitlar, ularni qanday davolash kerak? Keling, bu haqida suhbatlashamiz. Storiesda savol-javob qildik. Endi buni tahlil qilishga vaqt keldi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, hozirda tanzilit va faringitlar mavsumi va har biringiz kamida 2-3 marta bu holat bilan kasallandingiz, og'ridingiz. Ammo lekin O'zbekistonda ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu holatlar xuddi yildan yilga og'irlashib kelayotgandek. Ayniqsa bolajonlar bu kasallikni yildan yilga og'ir o'tkazayotgandek tuyulmoqda. Buni sabablari nima ekan? Keling ko'rib chiqamiz. Tomoq og'riqlarini, tanzilit va faringitlarni 80% virus chaqiradi. Bu xoh gripp virusi bo'lsin, covid virusi bo'lsin, adenovirus yoki bo'lmasa mononukleoz virusi bo'lsin, demak 80% shularga to'g'ri keladi. Demak, anglayotgan bo'lsangiz kerak, bu qatori tanzilit va faringitlarda antibiotiklarga hojat yo'q. Hattoki tomoqni yuvdirishga ham hojat yo'q. Ammo antibiotiklar ham kerak bo'ladigan tomoq og'riqlari bor. Bu 20% gina uchraydigan bakteriyalar hisobiga chaqirilgan tomoq og'riqlari, tanzilitlar va faringitlar. Aynan shu tomoq og'riqlarini siz antibiotik bilan davolashingiz lozim. Asosiy qo'zg'atuvchisi bu juda ham ko'p uchraydigan streptokok bakteriyasi. Streptokok bakteriyasining nima ahamiyati bor? Biz nimaga undan xavfsiraymiz? Aynan shu bakteriya revmatik isitma, revmatik poliartrit, revmatik kardit va revmatik xoreyalarga sabab bo'ladi. Bu qo'rqinchli kasallik. Asosan yosh bolalarni zararlaydigan revmatizm, xalq tili bilan aytganda revmatizm va yurak kasalliklarini, yurak poroklarini keltirib chiqaradigan infeksion kasallik hisoblanadi. Asosan 5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni zararlaydi. Endi bu kasallik rivojlangan davlatlarda umuman tak-tubi bilan yo'q qilingan. Masalan, Britaniyada umuman bu kasallik yo'q, uchramaydi. O'zbekistonda ham 50 yilga nisbatan hozirda juda ham kam uchraydigan kasallik hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda bu revmatik isitma, revmatizm kasalligi haqida aniq statistika yo'q. Aynan shu streptokok chaqiradigan revmatik xoreya haqida. Shuning uchun ham xavf katta. Ya'ni bolajon shu kasal bilan kasal bo'lmasin deya yoppasiga antibiotik buyuriladi. Ammo buni eng katta xatosi aynan shu streptokokka qarshi antibiotiklar buyurilmaydi. Ya'ni penitsilin qatori antibiotiklari, guruh antibiotiklari yoki makrolit guruh antibiotiklari shu streptokokka qarshi. Ammo lekin bunga umuman zid ravishda bo'lgan 3-guruh juda ham keng spektrli, juda ham kuchli antibiotiklar buyuriladi. Bu esa butun organizmni shartli bakteriya, foydali bakteriyalarni butunlay yuvib tashlab, immun tizimni o'tirishiga sabab bo'ladi. Aynan shunday noto'g'ri davolash natijasida yana bir bakterial tomoq og'rig'ining sababchisi stafilokokni rivojlanishiga olib keladi. Staphylococcus aureus yoki bo'lmasa methicillin resistant staphylococcus aureus deb ko'p gapirilmoqda hozir. Ya'ni o'sha davolashga ko'pgina antibiotiklarga rezistent bo'lgan, ko'pgina kuchli antibiotiklar ham davolashi qiyin bo'lgan bakteriyalarning rivojlanishi. Staphylococcus aureus natijasida surunkali faringit va tanzilitlar rivojlanadi. Ana endi uni 3-guruh antibiotiklari bilan ham tozalash, davolash qiyinlashadi. O'sha siz bilgan cefalosporin guruhi, ya'ni cefepem kabi antibiotiklar ham ta'sir qilishi qiyinlashadi. Bu sizlarga tomoq og'riqlarining kelib chiqishi va ularning kelajagi haqida bir shingilgina edi. Keling endi ularni qanday qilib to'g'ri davolashni ko'rib chiqamiz.